Bir-birimizni anchadan beri yaxshi taniymiz, lekin birga o'tirib ichish imkoniyati ko'p bo'lmagan. Agar mening ashaddiy dushmanimga aylanmaganingda umrbod do'st bo'lib qolishimiz mumkin edi. Chunqayda sen bilan uchrashmagunimcha meni do'stim yo'q edi. O'shanda qilichbozlikni o'rgatishimni so'ragandik. Dunyoga kelibmanki, qaroqchilar kemasida atay-chechay qilib yurgandim. Qonli janglarda o'sib ulg'aydim. Sen menga ilk bor do'st sifatida gapirgan odam. Sen tufayli ilk bor qaroqchi ekanimdan, o'zimdan nafratlana boshladim. Lekin taqdirimizni o'zgartira olmas edim.